Assalomu alaykum. Bugun men sizga yoshingizdan qat'iy nazar qanday qilib kompyuterni noldan hech kimga ishingiz tushmaydigan darajada tez o'rganib olish mumkinligini va kompyuterni o'rganishda asosiy muammo nimadaligini tushuntirib beraman. Xo'p, demak bugun kompyuterni tez va oson o'rganib olish uchun muhim bo'lgan 6 ta asosiy qadamni ko'rib chiqamiz. 1, 2, 3, 4 qilib ko'rsatib beraman. Har bittasini alohida tushuntirib beraman. Birinchi qadam eng muhim narsa. Kompyuterdan foydalanishni zo'r o'rganib olishda rol o'ynaydigan eng asosiy omil haqida gaplashamiz. Nega hatto 70 yoshda ham kompyuterni juda yaxshi o'rganib olish mumkin? Chunki masala yoshda emas, masala yondashuvda. Sizda o'zingiz bilmagan katta imkoniyatlar bor. Aynan qaysi sifatlaringizga e'tibor bersangiz, kompyuterni boshqalardan tezroq o'rganib ketishingiz mumkinligini ko'rsatib beraman. Ikkinchi qadam poydevor, ya'ni fundamentni to'g'ri qo'yamiz. Bugun ham, 10 yildan keyin ham o'zgarmaydigan, har doim kompyuterda yaxshiroq va tezroq ishlashingiz uchun poydevor bo'ladigan asosiy texnik bilimlarni ko'rib chiqamiz. Chunki keyingi tezlik va ishonch aynan shu oddiy, lekin juda muhim amaliyotdan boshlanadi. Uchinchi qadam internet. Internet bu ish jarayonidagi eng muhim instrument hisoblanadi. Chunki biz doim u yerdan ma'lumot olishda foydalanamiz. Siz internetdan shu vaqtgacha to'g'ri foydalanib kelyapman deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu qadamlardan keyin sizning fikringiz o'zgaradi. Internetdan to'g'ri foydalanish qoidalarini ko'rsatib beraman. 4-qadam Google ilovalari. Bu zamonaviy ofis ishlarida keng foydalanadigan instrumentlardan hisoblanadi. Nima uchun bu Google ilovalarini o'rganish juda muhimligini ko'rsatib beraman. Qanday foydalanish kerakligini tushuntirib beraman. 5-qadam sun'iy intellekt. Bu sizni kompyuter bo'yicha ishlash tajribangiz kamroq bo'lganda ham siz men kompyuterdan professional darajada ishlay olaman deyishingizga 2 barobar tezroq ishlashingizga imkoniyat yaratadigan kuchli instrument hisoblanadi. Va men sizga undan qanday foydalanish kerakligini tushuntirib beraman. 6-qadam ustoz va muhit. Eng so'nggi qadamda kompyuterdan foydalanishni mukammal darajada o'rganib olish uchun sizga qanday ustoz va muhit kerakligi ekanligini tushuntirib beraman. Va yana bir narsa. Bu darsni oxirigacha ko'rganlar uchun shaxsan o'zimdan sizga maxsus sovg'a bor. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Shunda foydasini ham, sovg'asini ham olib ketasiz. Birinchi sovg'a bu kompyuter xarakteristikalari, turlari va uni to'g'ri xarid qilishni o'rgatadigan video darslik bo'lib, uning yordamida bozorga borganda kompyuterni xuddi kiyim tanlagandek o'zingizga mosini hamyonbop narxga xarid qila oladigan bo'lasiz. Aldanib qolmaysiz. O'yin uchunmi, ofis uchunmi farqi yo'q, bemalol tanlay olasiz. Kompyuter qanday ishlaydi va qanday qurilmalardan tashkil topganligini oson tushunib olasiz. Ikkinchi sovg'a bu, bugun sizlarga shu videoda o'rgatadigan barcha bilimlarimni qo'llanma sifatida tayyor qilib yozib chiqqanman. Buni ham yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, kompyuterdan yaxshi foydalanishni bilsangiz, siz nimaga erishasiz? Yangi texnologiyalarni o'zlashtirasiz va rivojlanasiz. Osonroq va qiynalmasdan pul topasiz. Yaxshiroq va tozaroq ishda ishlaysiz. Kamida ishlab turgan joyingizni saqlab qolasiz. Noqulay va uyatli holatga tushmaysiz. Muvaffaqiyatli karyera qurasiz. Aldanib qolmaysiz. Biznesni rivojlantirasiz. Kompyuterni bilish hammaga kerak. Lekin aksariyat odamlar quyidagi 3 ta xatoni eng ko'p qaytarishadi. Birinchisi, yoshi kattalar. Bu eng achinadigan holatim. Sababi oldin ularga kompyuterni bilish kerak bo'lmagan. Oldin bunga ehtiyoj bo'lmagan ularda. Lekin hozir esa oddiy kompyuter topshiriqlarini bajarishga qiynalib, boshqalarga doimiy ravishda iltimos qilishlariga majbur bo'lishmoqda. Shu sababli hamkasblar orasida yoki boshliq oldida noqulay vaziyatga tushishadi. Va bu ularning karyerasiga salbiy ta'sir qiladi. Eng achinarlisi, tajribasi katta, ko'p mehnat qiladi, lekin shu oddiy kompyuterni bilmagani uchun shuncha qilgan harakati ko'rinmay ketadi. Ulardagi eng katta muammo endi kompyuterni o'rgana olmayman deb o'ylashishida. Aslida bu noto'g'ri fikr. Shu sabab oddiy kompyuter ishlarini ham boshqalarga qildirishadi. Ba'zan buning uchun pul ham to'laydilar. Ikkinchisi, yoshlar. Yoshlarni kompyuterdan foydalanishni bilmasligiga men mas'uliyatsizlik sifatida qarayman. Chunki kompyuterdan foydalanishni bilish, yozish va o'qish kabi bazaviy ko'nikma ekanligini men aytmasam ham hamma biladi. Ko'pchilik ishga kirganda o'rganib olaman deb o'ylaydi, lekin ishga kirib olganidan keyin bu bilimlarni ularga ipidan ignasigacha hech kimni o'rgatishga vaqti yo'qligini hisobga olishmaydi. Ayrimlari kompyuterni bilaman deb yolg'on gapirib ishga ham kirib olishadi, lekin ko'pga cho'zilmasdan bundan baribir ish beruvchi xabar topadi va oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. E'tibor berganmisiz?
Kompyuterni yaxshi biladigan yoshlar bir pasda ko'zga ko'rinib, boshliqdan ketma-ket topshiriqlarni olib, tez ko'tarilib ketadi. Uchinchisi tadbirkorlar. Meni yuragimni parchalaydigan holat. Bu tadbirkorlar kompyuterdan foydalanishni bilmasligi. Bugun marketing ham, reklama ham, sotuv ham, moliya ham, xodimlar nazorati ham hammasi raqamlashtirilgan. Deyarli barcha biznes jarayonlari kompyuter va sun'iy intellekt orqali yuritiladi. Agar tadbirkor kompyuterni bilmasa, bu yangi texnologiyalarni biznesda qanday qo'llaydi? Mayli kimdir tayyorlab berdi ham deylik, lekin keyin o'zi qanday nazorat qiladi? Qanday tekshiradi? Qanday tahlil qiladi? Bilimi bo'lmasa, boshqaruv va moliya boshqalarning qo'lida qolib ketadi. Bugun sizlarga hozirgi kunda eng ko'p talab qilinayotgan zamonaviy kompyuter bilimlarini noldan hech kimga ishingiz tushmaydigan darajada qanday qilib o'rganib olish mumkinligini ko'rsatib beraman. Qanday qilib kompyuter bilimlarini noldan yuqori darajagacha o'zlashtirish mumkin degan savolga bugun shu videoni oxirigacha javob olasiz. Endi o'zim haqimda ikki og'iz. Men Shavkat Muhsimov, yoshim 33 da. 15 yildan beri kompyuter sohasida faoliyat yuritib kelmoqdaman. 10 yildan beri universitetda talabalarga ta'lim beraman. Apple Akademiya o'quv markazi asoschisiman. Hozirgi kungacha biz jamoamiz bilan 3000 dan ortiq yosh va qariga kompyuter bilimlarini o'rgatib, raqamli dunyo eshigini ochishga yordam berdik. PhD, dotsent ilmiy darajasi va unvoniga egaman. Ancha vaqt oldin shu kompyuterni deb bitta shok holatga tushganman. Xullas nima bo'lgan? O'zi birinchi marta kompyuter bilan 2013-yilda birinchi kursligimda to'qnash kelganman. O'shanda kompyuterxonaga administrator bo'lib ishga kirgandim. Boshida kompyuterni yaxshi bilmasdim, lekin majburlikdan o'rganganman. Ishim bilan bog'liq bo'lganligi uchun. Universitetda ham kompyuterdan foydalanishni bilishim juda ham ko'p yordam bergan. Universitetda yana boshqa dasturlarni ham o'rganganman. Xullas o'zimni kompyuterda yaxshi ishlay oladi deb hisoblardim. Lekin 2014-yili magistraturaga Sankt-Peterburgga o'qishga borganimda, birinchi kursligimizda gruppada kompyuterda topshiriq berishganda qilolmay qolganman. Yomon noqulay holatga tushganman. Ko'pchilikning oldida o'zimni xuddi qoloqdek his qilganman. Men uchun qiyin bo'lgan o'sha topshiriq. Gruppadagi mahalliy talabalarga qarasam, ular juda ham oson bajarib ketishyapti. Bu holat men uchun shok bo'lgan. Nimaga? Chunki muammo menda emas edi. Ularga kompyuter bilimlari boshidan tartib bilan o'rgatilgan. Menda esa hech qachon poydevor bo'lmagan edi. Menga shunchaki tizim berilmagandi. Men kompyuterdan shuncha foydalanib yurib, kompyuterni bilib, shunday holatga tushgan bo'lsam, kompyuterdan foydalanishni bilmaydigan o'zimiznikilar nima qilisharkin deb ko'p o'ylab yurganman. Shundan keyin kompyuterdan yaxshi foydalanishni bilish, uni maksimal o'rganish meni hayotimdagi asosiy fishkaga aylandi. Hozir esa bu mening eng kuchli tomonimdan biri hisoblanadi. Yoshligimda o'quv markazini ochish niyatim bo'lgan. Shu niyatimni kompyuter soatxonligiga bog'lab, Apple Akademiyasini tashkil qildik. Jamoamiz bilan birgalikda 2 yilda 3000 dan ortiq yosh va qariga kompyuterni o'rgatdik. Juda ko'p dars materiallarini tayyorladim. Kompyuter soatxonlik kursini rivojlantirish ustida ancha yil ishladim. Va ko'rib turganingizdek, men sizlarga hozir xuddi shu narsani tushuntirib beraman. Demak, birinchi qadam savol: kompyuterdan professional darajada foydalanishni o'rganishda eng muhim narsa nima? Eng muhim narsa bu oddiy qilib tushuntirganda reflekslarni shakllantirish. Ya'ni kompyuterda doimiy takrorlanadigan mayda harakatlarni miyaga yozish. Mashina yoki velosiped haydashni o'rganganingizni eslang. Boshida tormozni qidirasiz, gazni adashtirasiz, oynaga qarashni unutib qo'yasiz. Lekin bir oy o'tgandan keyin bularning hammasi ong ostida avtomatik bajariladigan bo'ladi. Oyog'ingiz, qo'lingiz o'zi ishlaydi. Kompyuterda ham xuddi shunday. Oldingizda ekran, klaviatura, sichqoncha avval boshida qaysi tugma qayerda, qaysi buyruq nima qilishini o'ylaysiz. Lekin maqsad bularni ong ostida darajasida boshqarishni o'rganish. Qisqa tugmalar, faylni tez topish, matnni tez tahrirlash, oynalar orasida tez o'tish, platformada kerakli narsani tez topib olish. Bular refleksga aylanganda siz haqiqiy tezlikka chiqasiz. Professional daraja aynan shu yerdan boshlanadi. Misol uchun, oddiy elementarniy sichqonchani oladigan bo'lsak, chap tugmasi doim 3 ta vazifani bajaradi. Ya'ni bir marta bossangiz belgilaydi, 2 marta bossangiz ochadi, bosib turib tortsangiz ko'chiradi. O'ng tomondagi tugmasi esa shu elementlarning qo'shimcha menyusini ochib beradi. Va bu amaliyot barcha joyda bir xil ishlaydi. Ya'ni rabochiy stolda ishlagan vaqtingizda ham, internetda ham, qaysidir dasturni ishlayotgan vaqtingizda ham shunday ishlaydi. Oddiy shu sichqonchaning elementar funksiyasini refleks darajasiga chiqarmasangiz, turli xatoliklarga yoki juda ham sekin ishlashingizga sabab bo'ladi. Bunday misollar juda ko'p. Ya'ni umumiy qabul qilingan kichik qoidalar. Bu ko'nikmalarning hammasini refleks darajasida o'zlashtirib olsangiz, qaysi platformada ishlasangiz ham adashib qolmaysiz. Nimani qayerdan topish mumkinligini bir zumda tushunib olasiz. Buning uchun albatta o'rganish jarayonida har kuni
qayta amaliyotlar qilishingiz kerak bo'ladi. Shunda sizning miyangizda yangi nerv bog'liqliklari paydo bo'ladi va mushak xotiralaringizni shakllantirasiz va ko'zlaringiz ham kompyuter interfeysiga o'rganadi. U yog'iga katta yo'l ochiladi. Yangi bilimlarni oson o'zlashtirasiz va rivojlanib ketaverasiz. Bugun aynan shu ko'nikma va asosiy bilimlarni bitta dars ichiga joylab, qanday qilib kompyuter bilimlarini to'liq o'zlashtirib olish mumkinligini ko'rsatib beraman. Ikkinchi qadam poydevor. Kompyuter operatsion tizimlari. Operatsion tizimlar kompyuterning ichki qurilmalarini o'zaro ishlashiga yordam beradigan dastur. Siz kompyuterdan foydalanayotganingizda operatsion tizim ichida bo'lasiz. Siz ekranda ko'rib turgan barcha narsa operatsion tizimga tegishli. Рабочий stol, oynalar, papkalar, fayllar, sozlamalar, interfeys, barchasi operatsion tizimga tegishli. Dunyo bo'yicha ishda foydalanish uchun 3 ta asosiy operatsion tizim mavjud: Windows, MacOS va Linux. Dunyo bo'yicha kompyuter bozorining taxminan 70% Windows operatsion tizimida ishlaydigan kompyuterlarga to'g'ri keladi. 16% esa MacOS operatsion tizimi va 3% Linuxga to'g'ri keladi. Windows operatsion tizimi Microsoft kompaniyasiga tegishli. Windows operatsion tizimida ishlaydigan kompyuterlar hamyonbop bo'ladi. Hozirgi kunda yangisi taxminan $300-400 boshlanadi. Qurilmalarning kuchiga qarab narxi oshib ketaveradi. Bunday kompyuterlar turli brendlar nomi bilan ishlab chiqariladi, ya'ni Asus, Lenovo, Acer, Dell va boshqalar. Kompyuterning o'zini turli brendlar bilan ishlab chiqargani bilan ichidagi ishlayotgan dastur, ya'ni operatsion tizim Windows bo'ladi. Kompyuterni endi boshlayotganlar uchun aynan Windows operatsion tizimida ishlaydigan kompyuterlarni xarid qilish tavsiya etiladi. MacOS operatsion tizimida ishlaydigan kompyuterlar qimmatroq va kuchliroq bo'ladi. Eng arzoni $900,000 boshlanadi. MacOS operatsion tizimi Apple kompaniyasiga tegishli bo'lib, MacOS operatsion tizimida ishlaydigan kompyuterlarning hammasi shu kompaniyaning o'zi ishlab chiqaradi. Kompyuter ham, operatsion tizim ham bitta kompaniyaga tegishli. Windows operatsion tizimida kompyuterda eng asosiy tushuncha bu uning papka va fayllar tizimi. Hammasi рабочий stoldagi bu kompyuterga sichqonchaning chap tomon tugmasini 2 marta tez bosib kirishdan boshlanadi. Unga kirganingizda siz ikkita diskni ko'rishingiz mumkin: C va D disk. Bu ikkalasi ham butun yoki ikkita alohida doimiy qattiq xotira qurilmasida joylashgan bo'ladi. Bitta butun qattiq xotira bo'lsa ham foydalanish uchun qulay bo'lish uchun kompyuterga Windows o'rnatilayotgan vaqtda virtual 2 ga bo'lib qo'yilgan bo'ladi. O'zi bitta qattiq xotira, xohlagancha bo'lsa bo'ladi. Bu xuddi telefoningizning 128 yoki 256 GB doimiy xotirasi kabi oddiy xotira. Barcha ma'lumotlar aynan shu disklar ichida bo'ladi. Windows operatsion tizimi esa C disk ichida papka va fayllar ko'rinishida joylashgan bo'ladi. Ko'pchilik papka bilan faylni farqiga bormaydi. Papka bu o'z nomi bilan papka. Bo'sh, hujjat solinmagan papkani tasavvur qiling yoki kitob qo'yilmagan bo'sh javon. Papkaning o'zi xotiradan hech qancha joy olmaydi va uning hajmi deyarli 0 ga teng. Uning vazifasi faqat fayllarni tizimlashtirishdan iborat. Misol uchun, ishxona yoki shaxsiy deb ma'lumotlaringizni ajratib qo'ysangiz bo'ladi. Uni ichiga fayllar yoki ichida fayl bor papkalar solingandan keyin uning hajmi ortib boradi. Fayllar bu aynan biz ishlatadigan hujjatlar, qo'shiqlar, videolar, rasmlar, boshqa ma'lumotlar. Ularni ajratish uchun sichqonchani o'ng tomonini bosib menyudan kirib turini ko'rib olish kerak bo'ladi. Musiqalar MP3, MP4A, videolar MP4, MOV, MPEG, Word hujjatlari DocX, Excel hujjatlar XLSX, PowerPoint taqdimotlari PPTX va rasmlar JPEG yoki PNG deb nomlanadigan bo'ladi. Ularning turlari juda ko'p. Bu fayllarni ishlatish uchun ularni ochadigan o'zining ilovalari kompyuterga o'rnatilgan bo'lishi kerak. Misol uchun, Word dasturi tomonidan saqlangan fayllarni faqat Word va unga o'xshagan dasturlar ochadi. Rasmlar va videolarni ochish uchun Windowsda oldindan o'rnatilgan ilovalar bo'ladi. O'zingiz ham har qanday ilovalarni o'rnatib, ularda ishlab fayllarni saqlashingiz mumkin. Agar faylni ochadigan dastur kompyuterga o'rnatilmagan bo'lsa, u mana shunday oq rangli to'lburchak element ko'rinishida bo'ladi. Siz ko'rayotgan ish stoli, ya'ni рабочий stol ham shunday oddiy papka hisoblanadi. Faqat foydalanuvchiga qulay bo'lish uchun fayllar va papkalarni yaratishda va ishlatishda oson bo'lish uchun shunday tashkil qilingan. рабочий stol kabi ko'p foydalanadigan загрузки, ya'ni yuklanganlar papkasi ham bor. Internetdan va Telegramdan har qanday fayllarni yuklaganingizda aynan shu papkaga tushadi. Undan tashqari изображение, rasmlar, video va dokumenti, hujjatlar papkalari bor. Shu turdagi hujjatlarni saqlayotganingizda shu papkalarga tushadi. Yana korзина, ya'ni savat papkasi ham bor. Bu papkaga o'chirib tashlangan papka va fayllar tushadi. Windowsning bu o'ziga tegishli ko'p foydalanadigan рабочий stol, загрузки, изображение, video, dokumenti va korзина kabi papkalari Windows operatsion tizimi papkalari joylashgan C diskda bo'ladi. Shuning uchun bu joylarda ma'lumotlarni saqlash xavfli.
Sababi Windows papka va fayllarni virus tushsa yoki shikast yetsa, kompyuter yonmay qolishi mumkin va Windowsni qayta o'rnatish zarurligi tug'ilsa, bu ma'lumotlarni o'chirib tashlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham kompyuter xotirasi C va D disklarga virtual ajratilgan bo'ladi. D diskda papkalar yaratib, ichida fayllarni saqlasangiz, C diskdagi Windows qayta o'rnatilgan taqdirda ham ularga hech narsa qilmaydi. Shuningdek, fayllarni рабочий stol, загрузки, изображение, video, dokumenti va korзина kabi papkalarda ko'p saqlash kompyuterni qotib ishlashiga ham olib keladi. Chunki bu papkalarda ma'lumot ko'payib ketsa, Windows o'rnatilgan C disk to'lib ketadi va qizarib qoladi. Odatda Windows va boshqa dasturlar ishlash jarayonida qo'shimcha vaqtincha fayllarni yaratib ishlaydi va hajmini sun'iy oshiradi. Disk to'lib qolishi bu jarayonlarga to'sqinlik qiladi va kompyuter esa qotib ishlashni boshlaydi. Fayllarni saqlashning bundan ham ishonchli yo'li bu ularni internetda bulutli xotiralarda saqlash. Buning uchun Windows OneDrive, Google Disk yoki Yandex Disk bulutli xotiralardan foydalanish mumkin. Bunda kompyuterga nima qilsa ham qo'rqmaysiz, lekin bu platformalarda katta ma'lumotlarni saqlash bepul emas. Keyingi muhim narsa bu Windows interfeysi, ya'ni uni boshqarish oynalari. Bir ko'rinishdan murakkab tuyuladi, lekin unday emas. Telefoningizni boshqarishdan ancha oson. Barcha ma'lumotlarni pastdagi push tugmasi yordamida topishingiz mumkin. Uni bossangiz, eng ko'p ishlatiladigan fayllar yoki dasturlarni ko'rasiz. Yoki tepadagi qidiruv oynasiga har qanday qidirilayotgan papka, fayl, dastur yoki sozlama nomini yozsangiz, sizga uni topib beradi. Misol uchun, men ekran sozlamalarini topish uchun ekran deb yozsam, barcha variantlarni ko'rsatadi. Ustiga bosib kirib ketaveraman. Hamma narsa maksimalni mantiqiy to'g'ri tashkil etilgan. O'ng tomon pastda esa xuddi telefoningizdan tepadan pastga tortiladigan parda kabi menyu bor. Uning ichidagi tugmalar yordamida internetga ulanishni, ovoz, yorqinlik, Bluetooth va tillarni sozlashingiz mumkin. Xuddi telefoningiz kabi. Kalendar va e'lonlar ham shu yerda. Kompyuterni boshqarishda eng muhim instrumentlardan biri bu klaviatura kombinatsiyalari. Ular yordamida fayl yoki matnlarni nusxalash, yulib olish, qo'yish, barchasini belgilash, o'chirish, nomlash va shunga o'xshash yuzlab amallarni bir zumda amalga oshirishingiz mumkin. Bu kombinatsiyalar ro'yxatini qo'llanmada qoldiraman. Bu ancha vaqtingizni tejaydi. 3-qadam internet. Internet bu butun dunyo bo'ylab kompyuterlar, televizorlar, serverlarni bir-biriga ulab turadigan global tarmoq hisoblanadi. O'zaro juda ham ko'p tarmoqlar bilan bog'langan katta o'rgimchak to'riga o'xshaydi. Biz ana shu tarmoq orqali boshqa manzillardan ma'lumotlarni olamiz. Internetdan foydalanish uchun sizni kompyuteringizda brauzer dasturi bo'lishi kerak. Brauzerlar internetdagi veb-saytlarga kirish vazifasini bajaradi. Brauzerlarning turlari juda ko'p. Google kompaniyasining Chrome brauzeri, Yandex brauzeri, Mozilla Firefox brauzeri, Opera Microsoft kompaniyasining Microsoft Edge brauzeri. Undan tashqari Apple kompaniyasining Safari va boshqa ko'plab brauzerlar bor. Bu brauzerlarning hammasini o'zini kuchli tomonlari bor. Lekin barcha kerakli instrumentlar aksariyat brauzerlarda bor. Misol uchun, Yandex brauzerining eng kuchli tomoni YouTube ga kirib, ingliz va boshqa dunyo tillarida yozilgan videolar bo'ladimi, darslik bo'ladimi yoki podkast bo'ladimi, uni to'g'ridan-to'g'ri rus tiliga tarjima qilib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Buning uchun faqat Yandex brauzeridan kirishingiz kerak bo'ladi. Yandex brauzerining shunga o'xshash yana boshqa turli imkoniyatlari bor. Google Chrome brauzerining ham o'zini kuchli tomonlari bor. Google Chrome brauzerining kuchli tomonlaridan biri bu uning Google account orqali Google ilovalari bilan chuqur integratsiya qilinganligi. Unda turli vazifalarni bajaradigan Google hujjatlar, Google jadvallar, Google taqdimotlar, Google Meet, Google kalendar, Google Disk va Gmail kabi ko'plab ofisda ishlatiladigan bepul foydali ilovalar bor. Bular ishlatish uchun juda ham qulay qilib tashkil qilingan va hozirgi kunda zamonaviy ofisda bu ilovalardan juda ham keng foydalanishadi. Microsoft kompaniyasining Microsoft Edge brauzeri kompyuterga endi Windows o'rnatilgan vaqtda, unda hali hech qanday ilova bo'lmaganda, aynan shu Microsoft Edge brauzeri yordamida kompyuterga turli dasturlarni va drayverlarni o'rnatishingiz mumkin. Undan tashqari, brauzerlarning o'zida sun'iy intellektlari va turli kengaytmalari mavjud. Qidiruv tizimida qandaydir ma'lumotni topmoqchi bo'lsangiz, avtomatik ravishda sun'iy intellekt sizga qidirayotgan so'rovingiz bo'yicha javob beradi. Qaysi brauzerdan foydalanishimiz kerak? Siz aynan qaysi elektron pochtadan, ilovalardan, qaysi platformadan ko'proq foydalanayotgan bo'lsangiz, o'sha kompaniyaning brauzeridan foydalanishingiz yaxshiroq. Misol uchun men o'zim Chrome brauzerini ishlataman. Yandexni ishlatmayman. Yandexda shuncha zo'r imkoniyatlar bo'lgan taqdirda ham Chrome'ni ishlataman. Chunki barcha hujjatlarim, barcha jadvallarim, barcha ishlatadigan ilovalarim, pochtalarim va kontaktlarim hammasi Google platformasida. Yandexga ham qaysidir boshqa tildagi videoni tarjima qilib eshitish yoki Yandexdagi obunani sozlash uchun
kirishim mumkin. Bir marta kirib foydalanishim mumkin. Xo'p, endi internetda qanday to'g'ri foydalanish kerak? Misol uchun, siz kompyuter savodxonligi bo'yicha darslik qidirmoqchi bo'lsangiz, kompyuter savodxonligi darslik deb yozasiz, to'g'rimi? Yoki kompyuter savodxonligi skachat yoki kompyuter savodxonligi kitob skachat deb yozasiz. Lekin bu usul bilan bir muncha vaqtingizni sarflaysiz. Ya'ni sizga kerak bo'lgan ma'lumot Google qidiruvining keyingi 4 yoki 5 bo'linmalarida yoki eng oxirrog'ida joylashgan bo'lsa, uni qidirib borishga sabringiz ham yetmasligi mumkin. Yuqoridagi birinchi berilgan 5-6 ta sayt bo'yicha qarab, o'shaning ichidan eng yaxshisini o'zingizga tanlab ketishingiz ham mumkin. Buning oqibatida sizga kerak bo'lgan eng yaxshi hujjat eng oxirida qolib ketgan bo'ladi. Kompyuter savodxonligi file type 2.pdf deb qidiradigan bo'lsangiz, kompyuter savodxonligi bo'yicha aynan pdf formatdagi barcha hujjatlarni sizga tepaga saralab beradi. Bu juda ko'p vaqtingizni tejaydi va yaxshiroq va sifatliroq qidirishingizga sabab bo'ladi. Kompyuterdagi 5-6 ta saytga kirganingiz o'zida, yuqoridagi 5-6 ta saytga kirganingizni o'zida eng kerakli hujjatlarni topasiz. Faqat pdf bilan chegaralanib qolmaysiz. Misol uchun, agar siz mp3 deb yozsangiz, ya'ni kompyuter savodxonligi file type mp3 deb yozadigan bo'lsangiz, mp3 formatdagi fayllarni, audiolarni olasiz. Yuqorida men sizga ko'rsatgan fayl turlarini shu yerga yozsangiz bo'ladi. Internetdagi aynan siz xohlagan fayllarni saralab olaverasiz. Prezentatsiya bo'lsa pptx, agar Word bo'lsa docx, Excel bo'lsa xlsx, video bo'lganda mp4 deb yozadigan bo'lsangiz, aynan shu formatdagi fayllarni tepaga eng birinchiga saralab chiqarib beradi. Bular Google'ning qidiruv komandalari deb nomlanadi. Bundan tashqari yana boshqa qidiruv komandalari ham bor. Misol uchun, siz saytlardagi sarlavhalardan qidirishingiz mumkin. InTitle kompyuter savodxonligi deb yozsangiz, o'sha sayt ichidagi kompyuter savodxonligi deb yozilgan sarlavhalardan topib beradi. Misol uchun, kompyuter savodxonligi minus hujjatlar deb yozsangiz, qidiruv natijalari ichidan hujjatlar degan so'z qatnashganlarini chiqarib tashlaydi va sizga qolganlarini ko'rsatadi. Ya'ni bu sizni sifatli qidirishingizga yordam beradi. Bulardan tashqari yana juda ko'p qidiruv komandalari mavjud. Ularning ro'yxatini qo'llanmada yozib qoldiraman. Begona saytlardan faylni yuklab olmang. Sababi, kompyuteringizga yoki virus tushadi, yoki siz haqingizdagi ma'lumotlarni o'g'irlab o'tiradigan kichik dasturlarni o'rnatib qo'yishi mumkin. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun rasmiy saytlardan foydalanish kerak. Rasmiy saytlarni aniqlash uchun domen degan tushunchani bilib olishingiz kerak. Misol uchun docs.google.com bu Google hujjatlar platformasi hisoblanadi. Undagi .com qismi birinchi darajali domen bo'lib, bu qism domenning qaysi davlatga yoki qaysi sohaga tegishli ekanligini bildiradi. Misol uchun .uz bu O'zbekiston saytlari, .ai bo'lsa sun'iy intellekt sohasiga yoki Angliya davlatiga tegishli saytlar hisoblanadi. Google so'zi bu ikkinchi darajali domen bo'lib, bu yerda aynan brend yoki loyiha nomi yozilgan bo'ladi. Bu ikkinchi darajali domenlar takrorlanmas bo'ladi. Xuddi Instagram va Telegramdagi username kabi. Google kalit so'zi boshqalar ishlata olmaydi. Bu esa o'z navbatida rasmiy saytni oson aniqlab olish imkoniyatini yaratadi. Misol uchun, kun.uz, facebook.com, apply.uz va boshqalar. 3-darajali domen, ya'ni bizning misolimizdagi docs so'zi shu Google kompaniyasining alohida loyihasi yoki platformasining sayti ekanligini bildiradi. Agar domenning turli darajalarida qandaydir tushunarsiz so'zlar yozilgan bo'lsa, unday saytlardan qoching. Rasmiy saytlar har doim odamlar ularni oson topib olishlari uchun aniq va tushunarli qilib saytga nom berishadi. Undan tashqari yana URL degan tushuncha bor. URL bu manzil qatorida yozilgan saytning to'liq manzili. Misol uchun, siz youtube.com da shu videoni ochib turgan vaqtingizda tepadagi manzilni nusxalab boshqa brauzerda ochsangiz, sizni yana shu videoga olib o'tadi. Aynan shu videoga olib keladigan to'liq sayt manzili URL deb ataladi. Turli saytlarga kirgan vaqtingizda sizdan xabarlar yuborish yoki qo'shimcha dasturlarni foydalanish uchun ruxsat berishingizni so'raydi. Siz ularni ishonchsiz saytlarda bekor qiling. Bo'lmasa, sizga saytga kirmasangiz ham turli reklamalar va keraksiz xabarlarni yuborib, to'ldirib tashlaydi. Rasmiy saytlardan foydalanayotgan vaqtingizda, ayniqsa davlat portallariga kirgan vaqtingizda qo'shimcha dasturlardan foydalanishga ruxsatni o'zingiz kirib, ochib qo'yishingiz mumkin. Aks holda, kompyuterdagi elektron imzolaringiz bu sayt aniqlay olmasligi va siz portalga kira olmasligingiz mumkin. Turli saytlarga login va parolni terib kirayotganingizda Google Chrome brauzeri sizdan ushbu parol va loginni saqlab qo'yaymi deb so'raydi. Chrome dasturi rasmiy va ishonchli. U parollarni oldindan saqlab qo'ygan bo'lsa, keyingi safar shu saytga qayta kirayotganingizda parol va loginlaringizni terib o'tirishni hojati bo'lmaydi. Hammasini avtomatik o'zi terib beradi. Yaqinda o'zimda shunday holat bo'ldi. Ya'ni Chrome menga 25% parollarim boshqa saytlar orqali ochiqlanib ketganini va ular zudlik bilan o'zgartirishim kerakligini to'g'risida xabar yubordi. Bu xabar xavfsizlik uchun juda ham foydali. Parollarni hech qachon 1 dan 8 gacha yoki admin 123 yoki 8 ta 1 qilib oson qo'ymang.
hozirgi kunda parol qo'yish bo'yicha juda ehtiyot bo'lish kerak. Mashinaliklar ko'payib ketgan. Parolni murakkab qilib qo'yishning o'z qoidasi bor. Har bir parolda kamida bitta katta harf, kamida bitta kichkina harf, kamida bitta maxsus belgi, kamida bitta raqam bo'lishi va parol kamida 8 ta belgidan tashkil topishi kerak. Misol uchun sunnat 1980. Sunnat so'zini birinchi va oxirgi harfini katta bilan yozib, a harfini kichikchaga almashtirib, oxiriga yaqin odamni tug'ilgan yilini yozib qo'ysangiz ham esda qoladigan, ham murakkab parolga aylanadi. Yana eslatib o'taman. Parolda shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritmaslikka harakat qiling. Xavfsizlikni yanada oshirish maqsadida 2 darajali avtentikatsiyani yoqib qo'yish kerak. Ya'ni tizimga kirish uchun har safar telefon raqamingizga kelgan kodni kiritishni majburiy qilish kerak. Buni ham qanday qilishni qo'llanmalarda qoldiraman. 4-qadam Google ilovalari. Google ilovalaridan foydalanish uchun esa siz albatta Google'da akkauntingiz bo'lishi kerak. Ya'ni siz Google'da ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Shunda Google saytiga kirsangiz, yuqorida mana bunday 9 ta nuqta ko'rinishdagi tugma paydo bo'ladi. Bu Google ilovalarining menyusi. Google elektron pochta, kalendar, Google Play, Google Disk, Google Keep, Google Foto, Gemini, Google hujjatlar, jadvallar, prezentatsiyalar, so'rovnomalar, hammasi shu yerda. Nima uchun Google ilovalarini hamma ishlatadi? Misol uchun, siz Google akkaunt orqali kirib, biron Google jadvalida ishlayotgan bo'lsangiz, siz boshqa odamga ham shu hujjatni ko'rish yoki tahrirlash uchun ruxsat berishingiz mumkin. Natijada bitta jadval ustida butun jamoa onlayn ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ish jarayoni yaqqol ko'rinib turadi. Kim nima qilayotganini onlayn rejimda ko'rasiz. Misol uchun, men bir paytning o'zida bir xodimga jadvalni bir qismini, boshqasiga boshqa qismini to'ldirishni buyurishim mumkin. Buni offlayn qanday amalga oshirar edik? Oldin bir kishi jadvalni tahrirlab, saqlab tashlab berar edi. Keyin boshqasi shu jadvalni, ya'ni shu hujjatni olib ishni davom ettirar edi. Shuning uchun Google ilovalari ofisda foydalanish uchun juda ham qulay instrument hisoblanadi. Google ilovalarida ma'lumot kiritganingizda o'zgarishlarni saqlash uchun alohida saqlash tugmasini bosish shart emas. U o'zgarishlarni onlayn rejimda avtomatik ravishda saqlab ketadi. Bu juda qulay. Google ilovalarining yana bir kuchli tomoni shuki, unda hujjatlarga kiritilgan ma'lumotlar va o'zgarishlar tarixini ko'rish imkoniyati bor. Qaysi ma'lumotlarni kim qachon kiritganini aniq ko'rish mumkin. Tarixdagi xohlagan vaqtdagi versiyasini tiklab olishingiz mumkin. Bu degani sizning hujjatingiz hech qachon o'chib ketmaydi. Ular doimo tarixda saqlanadi. Kimdir ma'lumotlaringizni o'chirib yuborsa ham, uni kim qachon o'chirganini bilib olasiz va kerak bo'lsa qayta tiklab ham olasiz. Undan tashqari, Google'ning turli ilovalarini ham o'zaro bir-biriga bog'lab ishlatish mumkin. Misol uchun, men Google pochta orqali xat yozayotgan bo'lsam, xatga ilova sifatida Google diskdagi har qanday hujjatni tanlab yuborishim mumkin. Yoki Google Forms'da, ya'ni so'rovnomalar ilovasida yangi so'rovnomalar yaratganimda, so'rovnoma natijalari Google jadvaliga avtomatik ravishda tushadigan qilishim mumkin. Yoki kalendarda qaysidir kunga uchrashuv belgilaydigan bo'lsam, Google Meet'da, ya'ni uchrashuvlar ilovasida yangi video qo'ng'iroq yaratib, qo'shib qo'yishim mumkin. Google ilovalari bu ofisda shaxsiy foydalanish uchun juda katta bepul ekosistema. Umuman olganda, Google ilovalari xuddi telefoningizga o'xshab ishlaydi. Sizda telefoningizdan foydalanish imkoniyati bor. Unga kirish uchun parol qo'yasiz. Uni doimiy xotirasi bor, 128, 256 GB yoki undan yuqori. Siz telefoningizga turli ilovalar o'rnatasiz hamda rasmlar, videolar va hujjatlar bilan to'ldirasiz va shu tariqa undan foydalanasiz. Google ilovalari ham xuddi shunday ishlaydi. Siz unga kirishga akkaunt yaratib ruxsat olasiz va sizda Google ilovalari foydalanish imkoniyati paydo bo'ladi. Google sizga Google Disk orqali 15 GB bepul doimiy xotira taqdim etadi. Siz aynan shu 15 GB xotirani elektron pochta ma'lumotlari, musiqalar, rasmlar, videolar va turli hujjatlar bilan to'ldirasiz. Joyingiz to'lib qolsa, sotib olasiz. Qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, Google Diskga kirib topib olishingiz mumkin. Hammasi shu yerda bo'ladi. Demak, eng mashhurlarini aytadigan bo'lsak, Google Disk bu xotira, Gmail bu elektron pochta, Google Keep bu zametkalar, Google Sheets bu jadvallar, Google Docs bu hujjatlar, Google Slides bu taqdimotlar, Google Meets bu video qo'ng'iroqlar, Google Forms bu so'rovnomalar, Gemini bu sun'iy intellekt, Notebook LM hujjat bilan ishlaydigan sun'iy intellekt. Demak, 5-qadam sun'iy intellekt. Sun'iy intellektdan yaxshi natija olishni istasangiz, mana bu 4 ta qoidani bilishingiz kerak. Birinchisi bu ishonch. Sun'iy intellektga ishoning. U sizga haqiqatan ham kompyuterdagi 80% ishingizni qilib bera oladi. Sun'iy intellekt ommaga birinchi chiqqan vaqtlarida yaxshi natija bermagan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunga kelib vaziyat ancha o'zgargan. U haqiqatan ham ishlarni sifatli bajaryapti. O'zim qilsam yaxshiroq yoki tezroq qilaman degan shubhalaringiz bilan unga blok qo'ymang, undan foydalaning.
Doim unga savol berishga odatlaning. Ikkinchisi, sun'iy intellekt hech qachon ishingizni olib qo'ymaydi. Xavotir olmang, lekin undan foydalanishni biladigan odam aniq ishingizni olib qo'yadi. Raqobatda hech kim bir-birini ayamaydi. Siz sun'iy intellektni o'rganmasangiz, boshqa odam o'rganadi. Uchinchisi, hech qachon sun'iy intellektni savolingizga bergan birinchi javobidan salbiy xulosa qilmang yoki qoniqish hosil qilmang. Har doim yaxshiroq qilib ber yoki bu yerda xato qilibsan deb uni so'rov ustida qayta ishlashga undang. Shunda yaxshi natija olasiz. Bu normal holat. Aynan birinchi javobdan qoniqmagan holatingiz unga nisbatan sizda shubha paydo bo'lishiga ham sabab bo'ladi. To'rtinchisi, bepul obunalardan foydalanmang. Ular sizga yaxshi natija bermaydi. Bu ham shubha paydo bo'lishining sabablaridan biri aslida. Obuna bo'lmayman deyishdan avval sun'iy intellekt necha 100 million dollarlik turadigan texnologiya ekanligini esdan chiqarmang va uni arzimagan 20 dollarga cho'ntagingizga solib olishingiz mumkinligini o'ylang. Undan tashqari siz 20 dollarga qanday natija sotib olishingiz mumkinligini hisoblang. Oddiy matematika. Oyiga 20 dollardan ko'proq natija olayotgan bo'lsangiz, obunani davom ettiring. Sun'iy intellektga yozilayotgan har qanday so'rov yoki murojaat matni prompt deb ataladi. To'g'ri prompt yozishning 4 ta qoidasi bor. Birinchisi rol. Siz sun'iy intellektga har doim rol bering. Misol uchun, sen kuchli marketologsan, sen professional pedagogsan yoki sen dunyodagi qaysidir yo'nalish bo'yicha kuchli mutaxassissan. Bu nima uchun kerak? Bu siz berayotgan so'rovga aynan qaysi tomondan chuqurlashib javob berish kerakligini oydinlashtiradi. Ikkinchisi kontekst. Vaziyatni batafsil tushuntiring. Aynan nima bo'ldi? Nima uchun bu savolni beryapsiz? Nima maqsadda foydalanmoqchisiz? Nimani xohlaysiz? Qanday bo'lishini xohlaysiz? Va yana qo'shimcha to'liq batafsil ma'lumot bering. Bu nima uchun kerak? Bu sun'iy intellekt siz berayotgan prompt bo'yicha vaziyatni to'liq har tomonlama anglab olishiga yordam beradi. Uchinchisi, natija. Qanday ko'rinishda natija xohlayotganingizni tushuntiring. Qanday shaklda bo'lsin, qanday darajada bo'lsin, nimaga o'xshagan bo'lsin yoki aniq shablon bering. Mana shunday qilib tayyorlab ber deb yozing. Bu nima uchun kerak? Sun'iy intellekt bu ma'lumot asosida siz qanday natija xohlayotganingizni tushunib oladi. To'rtinchisi, chegara. Unga chegara qo'ying. Qaysi ma'lumotlar sizga kerak emas? Qaysi ko'rinishdagi javob sizga to'g'ri kelmaydi? Qaysi ma'lumotlardan foydalanmasin yoki mana shu narsani olib tashla deb yozing. Bu nima uchun kerak? Bu sizga qanday natija kerak emasligini tushunib olishiga yordam beradi. Sun'iy intellekt sizga yanada kuchliroq javob berishi uchun siz unga shunday yozishingiz kerak. Men senga yozgan promptim asosida sendan sifatli natija olishim uchun sen menga aniqlashtiruvchi savollar ber. Bu so'rovingizdan so'ng siz prompt yozishda yoddan chiqargan joylaringiz va sun'iy intellektga mavhum bo'lgan qirralardan sizga savollar berishni boshlaydi. Barchasiga javob bersangiz, siz sun'iy intellektdan eng yaxshi natijalarni olasiz. Misol uchun siz kompyuter soatxonligi bo'yicha o'rgangan bilimlaringizni imtihonda prezentatsiya qilib ko'rsatmoqchisiz va shunday prompt berdingiz. Menga kompyuter soatxonligi bo'yicha prezentatsiya yaratib ber. Bu eng yomon prompt. Endi shu yomon yozilgan promptni yaxshi promptga aylantiramiz. Tasavvur qil, sen prezentatsiya yaratish bo'yicha kuchli dizayner mutaxassissan. Men kompyuter soatxonligi bo'yicha o'rgangan bilimlarimni himoya qilish uchun imtihonga prezentatsiya yaratishim kerak. Men prezentatsiyada kompyuter dastlabki amaliyotlarini, papka va fayllar tizimidan to'g'ri foydalanishni, Windows sozlamalarini, klaviatura kombinatsiyalarini, klaviaturada tez yozishni, internet nima va brauzerdan to'g'ri foydalanishni, Google ilovalarini, Word, Excel, PowerPoint hujjatlar tayyorlashni va sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishni ko'rsatishim kerak. Prezentatsiya 20 betdan oshmasin. Prezentatsiya dizayni Apple kompaniyasi stilida bo'lish kerak. Prezentatsiyada matn kam bo'lsin, rasmlar, illyustratsiyalar ko'proq bo'lsin. Ma'lumotlarni men senga qo'shimcha yuklagan fayllarimdan ol. Tashqaridan hech narsa olma. Sifatsiz natija berma. Nimadirni tushunmasang menga aniqlashtiruvchi savol ber. Bu yaxshi prompt, lekin bundan ham yaxshiroq yozish mumkin. Lekin siz menga shuncha matnni qachon yozib bo'laman deyishingiz mumkin. Boshqa tomondan aynan shu batafsil promptni odamlar yozishga dangasalik qilib, sun'iy intellektdan yomon natija olgani hisobiga unga nisbatan shubha qilishga boshlaydi. Endi sizga bunday katta va batafsil promptni 1 daqiqada tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun siz telefoningiz diktofonidan foydalanib ovoz yozasiz. Prompt yozish qoidasi bo'yicha barcha ma'lumotlarni gapirib yozib olasiz. Yozilgan ovozli faylni Gemini'ga yuklaysiz va undan shu matnni transkripsiya qilishni so'raysiz. Tamom. Nima uchun Gemini? Sababi u hozirda o'zbekcha ovozni matnga aylantiradigan eng yaxshi instrumentlardan biri bo'lib turibdi. Geminining o'zida ham to'g'ridan to'g'ri yozib olish imkoniyati bor.
undan ham foydalansangiz bo'ladi, lekin aksariyat sun'iy intellektlar o'zbekcha ovozni tushunmaydi. Shuning uchun ularga tayyor Geminidan olingan transkripsiyani tashlasangiz, muammoni hal etasiz. Natijada mana shunday katta va batafsil promptga ega bo'lasiz. Kamida 20 qator. Qaysi sun'iy intellektdan foydalanish kerak? Hozirgi kunda dunyoda minglab sun'iy intellektlar bor. Qo'llamamda eng kuchli 10 ta sun'iy intellektlar va ular aynan nimada kuchli ekanligini ko'rsatib o'tganman. Lekin sizga ularning hammasi kerak emas. Hozir sizga pulli sun'iy intellektni tanlash bo'yicha ikkita yaxshi maslahat beraman. Birinchisi, agar siz sun'iy intellektdan foydalanishni endi boshlayotgan bo'lsangiz, Geminining $20 obunasi siz uchun ideal tanlov bo'ladi. Sababi Google $20 ga nafaqat Gemini sun'iy intellektidan, balki Google Flow, ya'ni video generatsiya va rasm generatsiya qiladigan Nano Banana sun'iy intellektlardan, hujjat bilan ishlaydigan Notebook LM sun'iy intellektidan, Google Diskda 2 terabayt doimiy xotira va Google'ning hujjat yaratuvchi barcha ilovalarida Gemini bilan ishlash imkoniyatidan foydalanishga ruxsat beradi. Ikkinchisi, agar siz kuchliroq sun'iy intellektdan foydalanishni istasangiz, unda Cloud sun'iy intellektiga oylik $100 evaziga obuna bo'ling. Sababi Cloud hozirda eng kam xato qiladigan sun'iy intellektlardan hisoblanadi. Cloud beradigan natijalar sizni aniq hayron qoldiradi. Bu boshqa daraja. Men ikkalasiga ham obuna bo'lganman. Cloudda $20 obuna hech narsaga yetmaydi. 6-qadam, ustoz va muhit. Mening nazarimda eng muhim qadam bu ustoz va muhit. Ustoz bu odam hayotidagi eng asosiy shaxslardan biri hisoblanadi. Nimaga? Chunki hayot qisqada. Agar 1000 yil yashaganimizda bizga ustoz kerak bo'lmasdi balki. Lekin biz juda kam yashaymiz. Ayniqsa professional faolligimiz kam. 25 yoshdan 60 yoshgacha 35 yil plus minus ustoz yo'lingizni 10 barobarga tezlashtirishi va osonlashtirishi mumkin. Men uchun bu jarayon juda ham qiyin bo'lgan. Mening eng katta xatoyim kompyuterni ustozsiz o'zim o'rganganimda deb o'ylayman. Shu sabab sun'iy intellekt, kompyuter imkoniyatlari va ofis dasturlarini o'rganishga 3-4 yil vaqt yo'qotganman. Men o'ylaganman, menga ustoz kerak emas, o'zim uddalayman. Ha, oxiri uddaladim, lekin bir necha oyda o'rganib olish mumkin bo'lgan narsaga 3-4 yilda sarfladim. U paytlar juda qiyin bo'lgan. Ko'p narsani tushunmasdim. Tizim yo'q edi. YouTubedan video darslar ko'rardim, lekin o'zim qilaman desam, o'xshata olmasdim. Savol beradigan, to'g'risini ko'rsatib beradigan ustozim yo'q edi. Ayniqsa Excel juda qiynagan. Oddiy narsalarni tushunish uchun juda ko'p vaqt sarflaganman. Shu yerda bitta narsani aniq tushunganman. Ustozning o'rni juda muhim. Ustoz sizni adashgan joyingizda to'g'rilaydi. Eng muhimi vaqtni tejaydi va ustoz oldindan biladi siz qayerda qiynalishingizni, qaysi joyda adashishingizni, qaysi xatoni ko'p qilish mumkinligini biladi va unga to'g'ri amaliy yechim beradi. Eng muhimi, u sizni keraksiz aylanma yo'llardan olib yurmaydi. To'g'ri va aniq yo'lni ko'rsatadi. Shuning uchun ustoz bilan o'rganish tezroq, osonroq va ancha samaraliroq bo'ladi. Mana shunaqa. Buni ko'pchilik tushunmaydi. Shuning uchun ustoz обязательно topishingiz kerak bo'lgan odam. Agar menda ustoz bo'lganda, men hozirgi nuqtamga ancha erta yetib kelgan bo'lardim. Ehtimol undan ham ertaroq. Shuning uchun intiling bu narsaga. Sizga yo'l ko'rsatuvchi, sizga tushuntiruvchi, sizga yordam beruvchi, sizga to'g'ri bilimlarni va tajribasini bera oladigan odam va muhitni topishga harakat qiling. Bu eng muhim narsalardan biri. Xo'p, demak, endi diqqat bilan qarang. Yana bitta oxirgi muammo bor. Biz kompyuterdan to'g'ri foydalanishni bilamiz. Brauzer nima, internetdan qanday samarali foydalanish, xavfsizlik masalalari, hujjat tayyorlash, jadvallar bilan ishlash, taqdimot qilish, sun'iy intellekt hammasini bilib olamiz. Yaxshi ustoz va muhitni ham tanlaymiz. Lekin shu yo'l xaritasida bitta katta muammo bor. Bu muammoning nomi nazariya va amaliyot o'rtasidagi farq. Ya'ni odam eshitadi, tushunadi, hatto yozib ham oladi. Lekin o'zi kompyuter oldiga o'tirganda qo'li ishlamay qoladi. Chunki bilim bor, lekin mashq yetarli emas. Kompyuter bu faqat eshitib o'rganadigan narsa emas. Uni qo'l bilan, ko'z bilan har kuni takrorlab o'rganiladi. Nazariya sizga yo'lni ko'rsatadi, amaliyot esa sizni harakatga o'rgatadi. Bu nima degani? Men nazariy jihatdan sport bilan shug'ullanish foydaliligini bilaman, lekin shug'ullanmayman. Nazariy jihatdan hammamiz bilamiz. Mana bugun aytib o'tilgan hamma narsani ham bilasizlar, katta ehtimol bilan. Lekin kompyuterdan foydalanish vaqti kelganda amalda bajarishga qiynalamiz. Endi qanday qilib amalga oshirsa bo'ladi? Ya'ni mana shu 6 ta qadamni amalga oshirish uchun kompyuterni mukammal to'liq birovga iltimos qilmaydigan darajada o'rganib olish uchun nimalar kerak? Ya'ni kompyuterdan erkin foydalana oladigan, har qanday hujjatni o'zi bemalol yarata oladigan, jadvallarni bemalol yaratib tahlil qila oladigan, internet va sun'iy intellektlardan samarali foydalanib, tez va sifatli ishlaydigan bo'lish uchun, shu darajaga chiqish uchun nimalar kerak? Sizga 3 ta asosiy narsa kerak bo'ladi. Birinchisi, kompyuter sodxonligi bo'yicha asosiy bilimlar, ya'ni baza va undagi instrumentlardan qanday qilib va qayerda to'g'ri foydalanish bo'yicha bilimlar. Chunki, misol uchun men o'zim o'rganishni boshlaganimda juda ko'p materiallarni ko'rganman.
Hammasi ham ish bermagan. Xato materiallar ko'p bo'lgan. Ularni tekshirishga vaqt ketgan. Ikkinchisi, to'g'ri shablonlar, materiallar, namunalar va platforma trenajyorlar. Amaliyot qilib, reflekslarni shakllantirish uchun bular katta qulaylik yaratib beradi va siz tez o'rganishni boshlaysiz. Uchinchisi, ustoz. Qani endi menda ham ustoz bo'lganda, ehtimol 3-4 yilda emas, 1-2 oyda kompyuterdan foydalanishni mukammal o'rganib olgan bo'lar edim. Mana shu 3 ta narsa va kompyuter bo'yicha hamma bilimlar mening kompyuter soatxonligi plus AI kursim ichida bor. Hammasini bitta kurs ichiga mujassamlashtirganman. Bu kurs kompyuter bo'yicha texnik bilimlarni noldan professional darajagacha olib chiqadigan tizim sifatida tashkil qilingan. Endi nima uchun bu kurs bor? Nima uchun bu kursni yaratdim? Mening asosiy maqsadim kompyuterni o'rgatish orqali odamlarni yaxshiroq, osonroq va tozaroq ishlarda ishlashlariga sababchi bo'lib qolish. Chet elda o'z bilasiz, qancha birodarlarimiz yurishibdi. Daji o'zimizda ham qancha odamlar og'ir mehnat qilib pul topishadi. Agar bular kompyuterni o'rgansa, nafaqat yaxshiroq yoki osonroq ish topishadi, balki ularga yangi zamonaviy kasblarni ham o'rganish uchun yo'llar ochiladi. Tajribamdan kelib chiqib bitta narsani aniq ayta olaman. Kompyuterni o'rganish yosh ham, jins ham tanlamaydi. Misol uchun meni 14 yoshli shogirdlarim ham, 75 yoshli pensioner shogirdlarim ham va uyda ancha o'tirib, endi ishga chiqmoqchi bo'lgan shogirdlarim ham bo'lgan. Kelishgan, o'rganishgan va o'z natijasini olishgan. Ular o'rgandimi, demak siz ham aniq o'rgana olasiz. Men bunga ishonaman. Kompyuter soatxonligi plus AI onlayn kursim kam bo'ladi, ya'ni 6 oyda bir marta o'tkazaman. Shuning uchun diqqat bilan eshitib turinglar. Bu kurs 7 hafta davom etadi. To'liq onlayn gibrid formatida o'tiladi. Ya'ni yozib olingan darslar va jonli efirlar, kuratorlar, ustozlar va yordamchilar birgalikda ish olib borishadi. Demak, 7 hafta davom etadi. 80 dan ortiq jonli efirlar, 40 tadan ortiq darslar, kuratorlardan maxsus darslar, sun'iy intellekt ustoz, qo'llanmalar, sizlarga beriladigan sovg'alar. Qanday tarzda tashkil etiladi? Kurs to'liq onlayn gibrid formatda bo'ladi. Telefoningizda ham, kompyuteringizda ham istalgan joydan va istalgan paytda o'qishingiz mumkin bo'ladi. Har hafta jonli efirlar bo'ladi. Savollarni muhokama qilamiz. Qanday qilish kerakligini o'zim qo'lda ko'rsatib beraman. Undan tashqari platformada dushanbadan jumaga har kuni 30 daqiqalik tayyor darslar, qo'llanmalar, shablonlar va amaliyot uchun topshiriqlar beriladi. Ham ishlab, ham o'qib qiynalmasligingiz uchun kam-kam tez-tez rejimida o'rganasiz. Siz ularni o'zingizga qulay bo'lgan vaqtlarda ko'rib amaliyot qilasiz. Xohlagan vaqtingizda savol bersangiz javob beramiz. Sun'iy intellekt ustoz va kuratorlar yordam berishadi. Tekshirishadi va natijalarni e'lon qilishadi. Ya'ni siz yolg'iz o'qimaysiz. Nazorat va aloqa doimiy bo'ladi. Qarab turinglar, kompyuter soatxonligi plus AI kursi jami 7 ta asosiy modul bor. Har bitta hafta bitta modul. Birinchi modul kompyuter asoslari, ya'ni bu yerda poydevor quramiz. Dastlabki amaliyotlar, klaviaturadan samarali foydalanish, Windows interfeyslari va sozlamalari, amaliyotlar qilamiz. Ikkinchi modul internet va brauzerlardan foydalanish. Internetdan to'g'ri foydalanishni o'rganamiz. Xavfsizlik masalalari, brauzerning turli instrumentlari va kengaytmalarini o'rganamiz. Uchinchi modul Google ilovalari. Google'da ro'yxatdan o'tish va Google ilovalari va turli imkoniyatlarni o'rganamiz. To'rtinchi modul hujjatlar bilan ishlash. Bu yerda Word va Google Docs'dan instrumentlardan foydalanish, xat buyruq, shartnomalar va hujjatlar tayyorlashni o'rganamiz. Beshinchi modul jadvallar bilan ishlash va tahlil qilish. Excel va Google Sheets instrumentlarini o'rganamiz. Har qanday jadvallarni yaratish, tahlil qilish va formulalar bilan ishlashni o'rganamiz. 6-modul taqdimotlar tayyorlash. PowerPoint va Canva dasturlari yordamida eng yaxshi taqdimotlar va prezentatsiyalarni yaratishni o'rganamiz. 7-modul sun'iy intellektlarni qo'llash. Hozirgi kundagi eng kuchli sun'iy intellektlardan ishda va o'qishda samarali foydalanishni o'rganamiz. Demak, birinchi modulda kompyuter asoslari. Birinchi dars kompyuter xarakteristikasi, klaviatura kombinatsiyalari va sichqoncha. Ikkinchi dars kompyuterda papka va fayllar tizimi, oynalar bilan ishlash va arxivlash. Uchinchi dars Windows interfeysi va sozlamalari. To'rtinchi dars kompyuterni keraksiz fayllardan tozalash va xavfsizlik. Beshinchi dars dasturlarni o'rnatish, o'chirish va boshqarish. Natijada siz kompyuterni ishlash tizimini aniq tushunib olasiz. Kompyuter oldiga o'tirganingizda qo'rqmaysiz. Qaysi tugma nima vazifa bajarishini aniq bilasiz. Kompyuterga bemalol xizmat ko'rsata olasiz. Ikkinchi modul internet va brauzerlardan foydalanish. Birinchi dars internetda ma'lumotlarni to'g'ri qidirish va fayllarni yuklab olish. Ikkinchi dars brauzer turlari, ularning farqi va kuchli tomonlari. Uchinchi dars brauzer sozlamalari, kengaytmalari va foydali instrumentlar. To'rtinchi dars internetda xavfsizlik qoidalari. Beshinchi dars ofis ishlarida Telegramdan foydalanish. Natijada siz internetdan tez va samarali va xavfsiz foydalanishni o'rganib olasiz. Uchinchi modul Google ilovalari. Birinchi dars Google akkauntini ochish, sozlash, himoyalash va boshqarish. Ikkinchi dars Google ilovalarining imkoniyatlari va Google Disk. Uchinchi dars Google so'rovnomalari va Google uchrashuvlar. To'rtinchi dars Google hujjatlar, Google jadvallar va Google taqdimotlar.
5-dars Google pochta, Google kalendar, Google topshiriqlar, Google Keep. Natijada siz hujjatlarni onlayn saqlay olasiz, ulashasiz va istalgan joydan ochib ishlatasiz. Google ilovalarini tushunasiz va ishda samarali qo'llashni boshlaysiz. 4-modul hujjatlar bilan ishlash. 1-dars Word dasturida fayllarni yaratish va sozlash, matnlar va satrlarni formatlash. 2-dars Word dasturida jadvallar, rasmlar va boshqa elementlarni kiritish va tahrirlash. 3-dars Word dasturida betlar bilan ishlash va sozlash. 4-dars Word dasturi ko'rinishi, havolalar va hujjatlarni chop etish. 5-dars Google hujjatlar imkoniyatlari. Natijada xat, buyruq, shartnoma va boshqa turdagi hujjatlarni bemalol yarata olasiz va tahrirlaysiz. Hujjatlaringiz tartibli, chiroyli va standart bo'yicha yaratiladi. 5-modul jadvallar bilan ishlash. 1-dars Excel dasturida fayllarni yaratish va saqlash, kataklar va matnlarni formatlash. 2-dars Excel dasturida oddiy formulalar bilan ishlash. 3-dars Excel dasturida murakkab formulalar bilan ishlash. 4-dars Excel dasturida filtrlash, saralash, qatorlarni formatlash va pivot jadvallari. 5-dars Excel dasturida diagrammalar, illyustratsiyalar va belgilarni qo'yish va tahrirlash. 6-dars Excel dasturi ko'rinishi, sozlash va hujjatlarni chop etish. 7-dars Google Sheets imkoniyatlari. Natijada xodimlar oyligi, o'quvchilar o'zlashtirishi yoki skladda tovarlar aylanmasi, jadvallarni erkin yarata olasiz. Excel'dagi jadvallarni o'zingiz tuza olasiz va tahlil qila olasiz. 6-modul taqdimotlar tayyorlash. 1-dars PowerPoint dasturida matnlarni formatlash va slaydlarni sozlash. 2-dars PowerPoint dasturida rasm, diagramma, jadval va boshqa elementlarni qo'yish va tahrirlash. 3-dars PowerPoint dasturida o'tishlar, animatsiyalar va hujjatlarni chop etish. 4-dars Canva dasturida slaydlar yaratish. 5-dars Google taqdimotlar dasturida slaydlar yaratish. Natijada siz PowerPoint, Canva va Google taqdimotlar ilovalarida eng zo'r taqdimotlarni tayyorlay olasiz. 7-modul sun'iy intellektlarni qo'llash. 1-dars Prompt Engineering Maximum. 2-dars ofis ishlarida sun'iy intellektni imkoniyatlari. 3-dars taqdimotlarni generatsiya qilish. 4-dars rasmlarni generatsiya qilish. 5-dars videolarni generatsiya qilish. Natijada siz kompyuterdagi ishingizni 2 barobar tezlashtirasiz. 10dan ortiq sun'iy intellektlardan samarali foydalanishni o'rganasiz. Barcha dars jarayonlari tugagandan so'ng yakuniy imtihon tashkil etiladi. Natijada nimaga erishasiz? Birinchisi, kompyuterda ishlashga ko'zingiz va barmoqlaringiz moslashadi. Ikkinchisi, kompyuterni erkin boshqara olasiz. Fayl va papkalar tizimi, interfeys hammasi yod bo'lib ketadi. Uchinchisi, har qanday buyruq, xat, hujjatlarni yarata olasiz. 4-si, har qanday jadvallarni yaratasiz va tahlil qila olasiz. 5-si, eng zo'r taqdimotlarni yarata olasiz. 6-si, sun'iy intellektlarni har bir ishingizda erkin qo'llashni boshlaysiz. 7-si, ofisdagi har qanday ishni birovning yordamisiz o'zingiz mustaqil qila olasiz. 8-si, yangi zamonaviy kasblarni o'zlashtirish uchun yo'lingiz ochiladi. Kim kuratorlik qiladi? Apple Akademiya o'quv markazining eng top o'qituvchilari kuratorlik qiladi. Ya'ni men asosiy ustoz bo'laman, ular ham qo'shimcha ustozlik qilishadi. Kuratorlar nima qiladi? 3 ta asosiy vazifa bor. Uy vazifa tekshirishadi, feedback berishadi. Ya'ni uyga vazifa tekshirib, feedback degani mana buni qil, mana bu to'g'ri, mana bu noto'g'ri, hammasini tushuntirishadi. Haftalik natijaviyliklarni chiqarishadi va guruhda savol-javoblarga batafsil javob berishadi. Ya'ni alohida guruhga sizlarni joylaymiz. Kuratorlarga dars bo'yicha qo'shimcha yana savol bersangiz bo'ladi. Har bitta kurator natijalaringizni tekshiradi va belgilab boradi. Kurator o'zi kim? 3 ta asosiy kurator bor. Birinchisi Temurbek. Apple Akademiya o'quv markazining mas'uliyatli va natijaga ishlaydigan ustozlardan biri. Dars jarayonida tartib va intizomga katta e'tibor beradi. Mavzuni shunchaki tushuntirib qo'ymaydi. O'quvchi tushunganiga ishonch hosil qilmagungacha ishlaydi. Temurbek ustozning kuchli tomoni murakkab mavzularni bosqichma-bosqich sodda qilib ochib berishi. O'quvchilar bilan ishlashda talabchan, lekin adolatli. Shu sabab ko'pchilik undan real natija oladi. Elbek o'quvchilarimizning eng yaxshi ko'rgan va energiyasi bilan ajralib turadigan ustozlardan biri. Dars jarayonida faqat nazariya emas, ko'proq amaliyotga urg'u beradi. Har bir o'quvchining darajasini his qilib moslashib ishlaydi. Elbek ustoz bilan dars zerikarli o'tmaydi, tushunarli, jonli va motivatsiyali bo'ladi. Oyatulloh. Apple Akademiya o'quv markazining puxta va chuqur tushuntiradigan ustozlardan biri. Darsni shoshmasdan, aniq va tartib bilan olib boradi. Har bir mavzuning ichiga kirib, asosini tushuntirib beradi. Oyatulloh ustozning kuchli tomoni sabr va e'tiborli. O'quvchi tushunmay qolsa, boshqa usulda yana tushuntiradi. Natijada o'quvchi shunchaki eslab qolmaydi, haqiqatan tushunib oladi. O'zim nima qilaman? Xo'p, demak, haftada 1 marta men jami 8 marta aloqaga chiqaman. Savollarga javob beraman, qanday qilishni ko'rsatib beraman. Bundan tashqari, kompyuter savodxonligi plus AI kursi bo'yicha o'quv qo'llanma beriladi. Kurs so'ngida bitiruv treningini tashkil qilamiz. Hammamiz yig'ilamiz. Sizlarga bepul bilet beriladi. Erta sizlarga yana qo'shimcha dars o'taman. Menga yana savollar berishingiz mumkin bo'ladi. Kursni tamomlaganlarga kompyuter savodxonligi sertifikati taqdim etiladi. Bular hammasi emas. Shuncha narsadan tashqari yana sizlarga beriladigan sovg'alarimiz ham bor. Agar loyihaga qo'shilsangiz
Birinchi sovg'a Notebook LM video darsligi. Bu ilova hujjatlar bilan ishlash bo'yicha maxsus sun'iy intellekt platformasi hisoblanadi. Bu juda kuchli instrument. Sizga katta foydasi tegadi. Ikkinchi sovg'a kompyuterga texnik xizmat ko'rsatish video darsligi. Siz bu darslik yordamida noldan kompyuterga Windows o'rnatish dastlabki sozlamalar, driverlar va dasturlarni o'rnatishni o'rganasiz. Uchinchi sovg'a Notion video darsligi. Notion bu kunlik ishlarni rejalashtirish, o'zingiz haqingizda ma'lumotlarni saqlash, ishlarni tartiblash va tizimlashtirish hamda loyihalarni tashkil etish uchun juda kuchli instrument hisoblanadi. Buni eshitgan bo'lishingiz mumkin. Shu darslikni sizlarga sovg'a qilaman. 4-sovg'a X-Mind video darsligi. X-Mind aql xaritalarini, ishlarni bajarish algoritmini va ketma-ketliklarni tashkil etish uchun kuchli instrument hisoblanadi. 5-sovg'a Ijro Go video darsligi. Bu davlat tashkilotlarida, idoralararo va idora ichida barcha hujjatlar almashinuvini boshqaradigan yagona platforma hisoblanadi. Buni ham o'rganib olasiz. 6-sovg'a e-imzo, OneID va MyGov video darsligi. Bu darslik yordamida shaxsiy elektron kalitingizni yaratish va davlat xizmatlaridan onlayn foydalanishni o'rganib olasiz. 7-sovg'a PDF video darsligi. Bu video darsligi yordamida PDF formatlarini saqlash, yaratish, tahrirlash va boshqa fayl turlariga konvertatsiya qilishni o'rganib olasiz. 8-sovg'a macOS dastlabki amaliyotlar video darsligi. Bu darslik yordamida Apple kompaniyasining MacBook kompyuterlarida ishlashni, interfeysni boshqarishni, fayl va papkalar tizimidan foydalanishni o'rganib olasiz. 9-sovg'a telefonda Office dasturlari va fayllar video darsligi. Bu video darslik yordamida siz kompyuter yoningizda bo'lmagan holatda ham bemalol telefoningizda Office ishlarini bajarishni o'rganasiz. 10-sovg'a Telegram Pro video darsligi. Bu darsni ko'rgandan keyin siz Telegram bo'yicha hamma narsani bilib olasiz. Telegramni xavfsizlikdan boshlab, botlar yaratish, mavzuli guruhlar yaratish, yozishmalarni eksport qilish, xabarlarni rejalashtirish, topshiriqlarni yaratishni va kashloklar va boshqa siz bilmagan imkoniyatlarni o'rganib olasiz. Hozir bu darsni yozayotgan vaqtimda hali bu kurs uchun qabul ochilmagan. Ammo siz oldindan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Bu sizga nima beradi? Joyingizni band qilasiz, eng arzon va eng qulay narx faqat sizga beriladi va 10 ta sovg'alar, bonuslar aynan sizga beriladi. Xo'p, ro'yxatdan o'tish tartibi. Qanday ro'yxatdan o'tiladi? Pastda havola qoldiraman, o'shani bosasiz yoki tugma yoki havola bo'ladi. Pastga o'tasiz, uzoqga ham yozib qo'yaman. Havolani bosganingizdan keyin bizni rasmiy saytimizga o'tasiz. Saytda ro'yxatdan o'tganingizdan keyin Telegram botga o'tasiz. Telegram bot orqali bizni yopiq Telegram kanalimizga qo'shilsangiz bo'ladi. Yopiq kanal nima degani? Hamma yangiliklar, qo'shimcha darslar, kompyuter soatxonlik +E qachon boshlanadi, barcha ma'lumotlar aynan shu yopiq kanalda bo'ladi. Undan tashqari, boshida esingizda bo'lsa, 2 ta sovg'a va'da qilgandim. Bittasi bugungi darslik bo'yicha to'liq qo'llanma va kompyuter xarakteristikalari va uni xarid qilish bo'yicha video darslik. Sovg'a aynan o'sha kanalda turibdi. O'tib olishingiz mumkin bo'ladi va oldindan ro'yxatdan o'tishingiz ham mumkin bo'ladi. Kompyuter soatxonlik +E onlayn kursimiz keyingi safar qachon tashkil qilaman, to'g'risi bilmayman. Shuning uchun hoziroq ro'yxatdan o'ting. Sovg'alarni qo'lga kiriting. Eng qulay narxlarda kompyuter soatxonlik +E ga qo'shiling. Menejerlarimiz barcha qo'shimcha savollaringizga sovg'a bo'yicha, narx bo'yicha, bonuslar yoki kompyuter soatxonlik +E bo'yicha barchasiga javob berishadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Texnik bilimlaringizni rivojlantiring.